Siz yaxshilarmi? Hadi kültürlerden bu mana va buni sotuvga chiqaramiz. Kerakli nimaga tayyorlangan nimalarni bunu bir verin. Rahmat. İşlerinizde omad. Sağ bo'ling. To'y qiling, to'ylarga kelaylik. Haykal qo'yish kerak. Sog' omon bo'linglar. ustozlar mana salomlar. Mavrulov ustozimizga so'z beramiz. Marhamatlarimiz qarang, bu yerga kelishimizni maqsadi mana hozir Zulfiyor opa aytdilar. Alpomish yurti, xo'sh, qolaversa Tomaris yurti. Bu yurtdan neni buyuk siymolar biz ehtiyot bo'lib kelishimiz kerak bitgan. Chunki haligi bitta o'ziga yarasha salobati bor. O'sha alpomishlari, ana shu eltomishlari bor.